Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Mana ko'plar so'rayapti, mana shu shahar yuradigan shaharingizni video qilib YouTube'ga qo'ymaysizmi deganlarga mana bitta video rolikcha. Bizda bu shahrimiz Northampton shahrimiz. Bu bizning sentrimiz mana u. Bu soat oldi tarafdan qarasangiz soat bor. Bu yerlar o'zi shu magazin ketgan. Xo'sh. Juda eski shahar deyotganda o'zi deyarli Angliyani hamma shahri eski. Juda eski shahar. Xo'sh, mana telefonlar, uychalar, mana shu tepalarda odamlar yashaydi. Tagi magazin bu narsa. Bu soat mana oldi tarafdan qaraganda no change hozir bergan edim-ku. Hozir 1 funt bergan edim do'stlar. Yana pul so'rayapti. Nima qilaymi? Mana shu hozir oldi tarafdan ham olib ko'rsataman. Endi buni qurilganiga endi bir 200 yildan oshgan, mana shu 300 yilmi endi yana xudo biladi. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Shtobi shuni bir ko'ringizlar-da o'zlaringiz. Bak. Endi 1800-yilda qurilganda bular. Mana shu eski shaharimiz. Chiroyli shahar, mayda shahar, lekin chiroyli shahar. Juda chiroyli shahar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Shu videoni tagiga bitta kommentariy, chiroyli bir kommentariy qilib, bitta klaschani bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, keyin podpisatsiya qilishni, obuna bo'lishni unutmangizlar. Xudo xolasa nimaiki yangi videolar bo'lsa, mana shu kanalda живой ko'rasizlar. Живой. Yana do'stlar, Angliyaga kelmoqchi bo'lganlarim mana shu video, mana shu kanalda kuzatsalaringiz, Angliyaga qanday qilib kelish yo'llarini to'liq podrobni tushuntirib o'taman. Shu gap. Ko'plar so'raydi do'stlar, Angliyada har xil millatlar ko'pmi deb. Evet do'stlar, juda ko'p millatlar bor, har xil millatlar bor, turistlar bor. Eng migrant ko'p davlatlar mana shu Angliyalar bo'ladi. Angliya, Yevropalar, mana shularda eng ko'p har xil millatlar bo'ladi. Va Rossiya bugun ko'ryapti migrantlarni. Bu davlatlar asrlar mobaynida yashab kelayotgan davlat, migrantlar bilan yashab kelayotgan davlat. Xo'sh. Rossiya bo'lsa endi ko'ryapti, hali ko'rganiga 50 yil bo'lgan yo'q migrantlarni. O'sha bezor. Bu davlatlar migrantlarning orqasidan qancha nima desam bo'ladi, o'zlariga juda ekonomik taraflari shu migrantlar tarafdan juda katta vujud keltiradi ularga.
Xo'sh, mana shu. Juda eski uylar, juda eski uylar. Uylarni bo'lmaganiga eng kamiga 120-130 bo'ladi. 80-100 yil bo'lgan mana shunday. Endi biz qilyapmiz, yangi uylar qilyapmiz hozir biz. Данное время. Mana bizda mana arkamiz, mana shu arka. Fruktalar. Bu xil fruktalar bor. Do'stlar. Do'stlar, magazin. Mana shu bizning magazinlar bo'ladi. Mana shu har xil narsalar bor. Mana shunday narsalar ham bor. Do'stlar, xafa bo'lish yo'q. Keyin do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar, iltimos. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Bitta like bor, bosib qo'yingizlar, kommentariy qo'yingizlar. Do'stlar, nima savolki bo'lsa, shu video tagiga yozib qo'yishlaringiz mumkin. Ana u bizning umra magazin bo'ladi. Mana u shu magazin nima ikki narsa olsangiz halol. Ko'plar savol beradi. Go'sht bormi, mol go'shti bormi, qo'y go'shti bormi deb ko'plar savol beradi, do'stlar. Ha, bor. Angliyani hamma tochkasida, hamma shahrida, har bir rayonda musulmonlarning magazinlari bor. Ana shu magazinlar chotki hamma narsa halol. Bor mana shunday magazinlar. Bulardan maydalari ham bor, kattalari ham bor. Mana meni bo'lsa moshincham do'stlar. Xo'sh. Ishlaringizga omad do'stlar. Yana gaplashguncha, Xudo xolasa. Charchamangizlar. Aloqadamiz, Xudo xolasa.